Xo'p, milliy sertifikat birinchi smenani ishlab beraman. Birinchi smena. Birinchi savol. Jismning harakat tenglamasi mana shu qonuniyat bo'yicha o'zgarmoqda. Uning to'xtaguncha bosib o'tadigan masofasini aniqlang. Xo'p, to'xtagunicha yuradigan yo'li deyapti. Endi bu yerda tezlik tenglamasini tuzib olamiz. Bu koordinatani tenglamasi umumiy ko'rinishi qanaqa? X barobar x0 plus minus v0 t plus minus at t kvadrat taqsim 2. Xo'p, demak, bu yerda x0 ozod son mana minus 10 ga teng. Va v0 t mana t ni yonida v0 turgan bo'ladi. O'sha narsa mana 12. T kvadratni yonida a taqsim 2 turgan bo'ladi. Mana minus 2. Demak, v0 barobar 12. Agar a taqsim 2 minus 2 bo'lsa, bu degani a barobar minus 4. Ana endi tezlik tenglamasini tuzib olamiz. Tezlik tenglamasini umumiy ko'rinishi v barobar v0 plus minus at. Ya'ni v barobar v0 12 minus 4t. Bu tenglama bizaga istalgan vaqtda jism tezligi nima ekanligini aytadi. Istalgan vaqtda. Endi bunga asosan tezlik qachon 0 ga teng bo'ladi deb so'raymiz bu tenglamadan. Chunki tezlik 0 bo'lganda jism to'xtaydi. Xo'p, 0 barobar 12 minus 4t. Shunda t barobar 3 sekund chiqadi. Demak, jism 3 sekundda to'xtaydi. Endi uni yuradigan yo'lini hisoblaymiz. Yuradigan yo'li. Xo'p, v0t plus at kvadrat taqsim 2 formula bilan aniqlasak agar, shunda bo'ladi v0 12 t 3 sekund minus a t kvadrat 9 bo'ladi taqsim 2. Xo'p, nima chiqadi bu? 36 minus 18. Demak, javobi 18 metr. To'xtaguncha 18 metr yo'l yuradi. Bu javob. Ikkinchi savol. Jism boshlang'ich tezliksiz 5 sekund davomida 7,5 metr masofa bosdi. Boshlang'ich tezliksiz 5 sekundda 7,5 metr masofa yurdi. Keyin 12 sekund davomida o'zgarmas tezlik bilan harakat qildi. So'ngra 6 sekundda esa tekis sekinlashib to'xtadi. Jismning oxirgi 12 sekund ichida o'rtacha tezligini aniqlang. Demak, xo'p, 5 sekundda 7,5 metr masofa bosdi deyapti. Bu boshlang'ich tezliksiz. v0 barobar 0, t barobar 5 sekund, yurgan yo'li s barobar 7,5 metr. Bunga asosan demak, masofani topadigan formulamiz v0 plus v taqsim 2 ko'paygan t. Nimaga aynan bu formula? Chunki bu bizaga tezlik haqida ma'lumot beradi. Jism oxirida qanday tezlikka erishdi. Endi o'rniga qo'yaman. O'rniga qo'ysam 7,5 metr barobar boshlang'ich tezlik 0 ga teng. Oxirgi tezlik bo'lingan 2 ko'paygan vaqtimiz 5 sekund. Xo'p, bu yerdan v nima chiqadi? 3 chiqadi. Demak, jism 3 tezlikka erishdi. 5 sekundda 3 tezlikka erishdi. Undan keyin esa 12 sekund davomida o'zgarmas tezlik bilan harakat qildi. So'ngra 6 sekundda esa sekinlashib to'xtadi. Jismning oxirgi 12 sekunddagi o'rtacha tezligini aniqlang. Xo'p, ana endi tezlik grafigini chizaman. Tezlik grafigini chizaman. Ya'ni tezlikni vaqtga bog'lanish grafigi. Xo'p, boshida tezlik 0 dan boshlandi. Mana 0. 0 dan boshlandida 5 sekundda 3 tezlikka erishdi.
5 sekundda 3 tezlikka erishdi mana. Tezlashib 5 sekund ichida mana 3 tezlikka erishdi. Vaqt 5 sekund. Undan keyin esa 12 sekund davomida o'zgarmas tezlik bilan harakat qildi. 12 sekund o'zgarmas tezlikda. Mana shu yergacha. 12 sekund o'tsa oradan, demak vaqtimiz endi xo'p 17 ga keldi. 17. Doimiy tezlikda yurdi va 6 sekund sekinlashib to'xtadi. 6 sekundda sekinlashib to'xtasa, mana tezlik qaytadan 0 ga tushdi. 6 sekundda degani uchun endi vaqt 23. Ana endi bizdan so'ralyaptiki, xo'p, nima so'ralyapti? Oxirgi 12 sekunddagi o'rtacha tezligi. Oxirgi 12 sekund desa, mana 23 dan orqaga qarab 12 sekund yursam, 11-sekundga to'g'ri keladi o'sha mana. 11-sekundga to'g'ri keladi. Ana shu yerdan boshlab 12 sekundda o'rtacha tezlikni aytish kerak. Agar bu yerdan boshlasam, demak o'rtacha tezlik bu qanday topiladi? V o'rtacha barobar S umumiy taqsim T umumiy. Ya'ni mana shu oxirgi 12 sekund ichida qancha umumiy yo'l yurgan va qancha vaqt ketgan. Endi vaqt 12 sekund o'zi aytibdi. Xo'p, masofa deganda eng yaxshi usul mana shu yuzani topish. Mana shu yuzani topish. Bu yuzani 2 bo'lakka ajratib olaman. Demak, to'rtburchak, mana to'rtburchak va uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchak. Xo'p, to'rtburchagimiz S1 desam, ikkita tomonni ko'paytirishim kerak. Mana 11 dan 17 gacha tagi bizada bo'ladi. Necha? 6. Mana balandligi esa, mana bu balandligi. Xo'p, bu tomonga qaraymiz. Mana 0, bu yog'i 3. Demak, mana bu yer 3 ga teng. 6 kara 3, S1imiz 18 bo'ladi. S1imiz 18. Endi mana bu yuzani hisoblayman. Buni S2 desam. Xo'p, mana katet, mana katet. Mana ikkita katet. Bu esa gipotenuza. Xo'p, kateti, tagidagi katet 17 dan 23 gacha 6 ga teng. Yon taraf esa mana bu 3 ga teng. Katetlarni ko'paytirib 2 ga bo'lishim kerak. 6 kara 3 18, 2 ga bo'lsam 9 bo'ladi. Demak, jami yurilgan yo'limiz 18 va 9. Vaqt esa 12 sekund. Xo'p, bu chiqadi 27 taqsim 12. 3 ga qisqartirsak 9 taqsim 4 bo'lar ekan. Ya'ni 2,25 chiqadi javobi. C javob ekan. Ana endi keyingisi, tebranish chastotasi 200 Hz bo'lgan jismning tebranish davrini aniqlang. Mana yaxshi, juda ham oson savol. Chastota 200 Hz ekan, davrni toping deyapti. Biz bilamiz, davr bilan chastotani ko'paytirsa 1 ga teng. Shundan davr topish uchun 1 taqsim nu desam bo'ladi. Ya'ni 1 taqsim 200 bo'ladi va bu 0,005, ya'ni 1000dan 5 sekund bo'ladi. Lekin savolda mana qavs ichida millisekundda aniqlang deyapti. Shunisiga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Chunki ozgina e'tiborsizlik sizlarni 100% xato javobni belgilashlaringizga olib keladi. Undan ko'ra taxmin qilgan odam to'g'ri topish ehtimoli bor har holda. 25% bo'lsa ham, lekin mana shu e'tiborsiz odam 100% xato javob belgilab qo'yadi. Demak, bu 5 millisekund bo'ladi. Javob A. Javob A ga teng. Xo'p. Keyingisiga o'tamiz. To'la sirtining yuzasi 96 cm² bo'lgan kubning massasi 160 grammga teng. Kub tayyorlangan moddaning zichligini aniqlang. To'la sirtining yuzi. Sirtining yuzi nima degani? Mana kubni sirtini yuzi. Sirti deganda nimani tushunamiz? Shu ustki qismini tushunamiz. Kubni usti nimadan iborat? Kvadratchalardan iborat. Nechta? 6 ta kvadratchadan iborat mana. 6 ta kvadratcha bor.
Shu 6 ta kvadratchani yuzasi uni sirt yuzasi hisoblanadi. Ya'ni kubni sirtini yuzi bu 6a kvadrat. Shuni 96 deb aytibdi. 96 barobar 6a kvadrat. Bundan a kvadrat barobar nima chiqadi? 16 chiqar ekan. Shunda a barobar 4 chiqadi. Ya'ni kubning tomoni 4 santimetr chiqadi. Chunki bu santimetr kvadrat edi. Endi tomoni 4 santimetr bo'lsa, uni hajmini hisoblaymiz. A kub, ya'ni 64 santimetr kub bo'ladi hajmi. Hajmi nima uchun kerak? Bizga massasi berilgan, 160 gram zichligi so'ralgan. Massani hajmga bo'lsak, zichlik kelib chiqadi. 160 gramni bo'laman 64 xo'p santimetr kubga, o'shanda demak bizada bu chiqadi. 16 ga qisqartirsak bo'ladi. 10 taqsim 4 bo'lar ekan 2,5 gram taqsim santimetr kub chiqadi. Endi bizada kub tayyorlangan moddaning zichligini aniqlang deyapti. Aynan gram santimetr kub yo boshqa demagan. Demak, bu faqat asosiy birlikda aniqlanadi. 2500 kilogram taqsim metr kub. Mingga ko'paytirib qo'yamiz. Kilogram metr kubga o'tishi uchun 2500 D javob chiqadi. D javob. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 5-savol. Bir kuch M1 massali jismga 2 tezlanish, M2 massali jismga 6 tezlanish bera oladi. Shu kuch ularning ayirmasiga qanday tezlanish bera oladi? Demak, xo'p, F kuchimiz M1 massali jismga 2 tezlanish beradi. Ya'ni F barobar ma, Nyutonning ikkinchi qonuni. Xuddi shu kuchimizni o'zi M2 massali jismimizga 6 tezlanish beradi. Savolda so'ralyaptiki, shu kuch M1 minus M2 ga qanday tezlanish beradi? Demak, M1 va M2 ni o'rniga ularni mana bu yerdan topib olib borib qo'yamiz. Shunda birinchi tenglamadan M1 ni topsam, F taqsim 2 bo'ladi. Ayrilgan ikkinchi tenglamadan M2 ni topsam, F taqsim 6 bo'ladi. Ko'paygan A. Ana endi bunga 3 ni mahraj qilib bersak, F barobar bo'ladi 2 ta F taqsim 6 ko'paygan A. Birdan ayirib yubordim. Endi bu yerda F bilan F qisqaradi. 2 bilan 6 ni ham qisqartirsak bo'ladi, pastda 3 qoladi. Shunda nima qolyapti bizada? Xo'p, 1 barobar 1 taqsim 3A qoldi. 3 ni bu yoqqa olib chiqsak 3 barobar A. Demak, javobi 3. B javob. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Rasmdan foydalanib O nuqtaga ta'sir etayotgan natijaviy kuchni aniqlang. Har bir katakcha tomonini 1 Nyuton deb qabul qiling. Xo'p, ana endi bu katakchalar ozgina ana endi to'g'ri. Xo'p, har bir katakcha 1 Nyuton bo'lsa, shunda umumiy kuchni aytishimiz kerak. Mayli, natijaviy kuchni so'rabdi. Bu yerda hozir eng yaxshi usul proyeksiyaga ajratish. Ya'ni, masalan, F1 kuchimizni vertikal proyeksiya, boshqa rang bilan chizaylik. Vertikal proyeksiyasi bor, pastga yo'nalgan va gorizontal proyeksiyasi bor, chap tomonga yo'nalgan. Vertikali mana katakchada sanasak 2 ta, 4 ta, 5 ta. Vertikali 5 ga teng. Gorizontali mana 1, 2, 3 ga teng. Endi F2 kuchimizni proyeksiyaga ajratamiz. Uni demak o'ng tomonga yo'nalgan proyeksiyasi bor va pastga yo'nalgan proyeksiyasi bor. O'ng tomonga 1, 2, 3, 4. Demak 8 ga teng ekan. Pastga esa 1, 2, 3, 6, 7 ga teng ekan. Ana endi umumiy hisobda mana bu yoqdan chizamiz. Xo'p, bitta nuqtaga 4 ta proyeksiyani ham joylashtirib olsak, F1 kuchimizni pastga 5 qiymati bor va chap tomonga 3 qiymati bor. F2 kuchimizni o'ng tomonga 8 qiymati bor va pastga
7 qiymati bor. Ana endi pastga 5 bilan 7 necha? 12 bo'ladi. Pastga 12. Mana yana alohida chizamiz mayli. Pastga 12. Endi chap tomonga 3, o'ng tomonga 8. Bu ikkalasi qarama-qarshi ayriladi. O'ng tomonga 5 qoladi. Ana endi 5 bilan 12 ni bir-biriga qo'shsak, orasidagi burchak 90 bo'lganligi uchun Pifagor qilib qo'shiladi va ikkalasini Pifagori 13 chiqadi. Ya'ni 5 ni kvadrati plus 12 ni kvadrati. Bundan 13 chiqadi. Xo'p, demak javob 13. Mana 13 bor ekan. C javob. 7-savol. M massali OA sterjen rasmda ko'rsatilgandek muvozanatda turibdi. Bunda M barobar 2 kilogramm, OA 1,5 metr va sinus alfa 0.8. F kuchining O nuqtaga nisbatan kuch momentini aniqlang. Xo'p. Endi bu yerda nimaga buni qiyshiqroq chizibdi? Demak, sterjen qiyshiq holatda turibdi. Xo'p, pastga MJ bor. Endi teng o'rtada MJ muvozanatda turibdi deyapti. Bunda M 2 kilogramm, OA 1,5 metr va sinus alfa 0.8. Bu yerda hozir MJ ni bizga keragi ham yo'q ekan. Muvozanatda turgan bo'lsa, demak MJ soat strilkasi bo'yicha aylantirmoqchi. Mana bu F kuchimiz soat strilkasiga qarshi aylantirmoqchi. Ikkalasini momenti teng. Bizdan o'zi umuman F kuchining O nuqtaga nisbatan kuch momentini aniqlang debdi. Demak, aynan F kuchini kuch momentini aniqlasam, bu bo'ladi F L sinus alfa. Ya'ni F kuchining qiymati L deganda o'sha tayanch nuqtadan kuch qo'yilgan nuqtagacha masofa. Mana kuch qo'yilgan nuqtagacha masofa. Buni bizaga o'zi necha? 1,5 metr deb aytgan. Demak, F ko'paygan. Bu yerda kuchni qiymati berilmagan ekan. Demak, muvozanat shartini ishlatishga majburmiz. Kuchni oldin topib olishimiz kerak. Bu kuch aniq emas ekan. Unda yozaman. Momentlar tengligi uchun muvozanatda turibdi. Ya'ni MJ kuch ko'paygan. Masofa L taqsim 2. Sterjen uzunligining yarmi. Ko'paygan. Albatta bu yerda MJ ham hozir burchak ostida bo'ladi. Qanaqa burchak ostida? Mana bu yer alfa bo'lsa, mana bu yer ham alfa. Chunki mana sterjen qiyshiq holatda turibdi. Mana bu vertikal chiziq. MJ ham vertikal chiziq. Demak, sterjen bilan vertikal chiziq orasidagi burchak alfa bo'lsa, mana bu yerda ham alfa bo'ladi. Endi xo'p. Endi nima qilamiz? Endi formulamiz MJ ko'paygan sinus alfa bo'ladi. O'sha kuch bilan sterjen orasidagi burchak barobar F ko'paygan L, ya'ni O nuqtadan to kuch qo'yilgan nuqtagacha L sterjen uzunligi ko'paygan yana sinus alfa. Bu yerda sinus baribir qisqarib ketishini bilardik. Endi L qisqarib ketadi. Shunda nima qolyapti? MJ taqsim 2 teng bo'lyapti F ga. Kuchni topib oldik. MJ taqsim 2 ekan. Birdan hisoblab qo'yamiz. F barobar MJ 20 newton, 2 ga bo'lsak 10 newton bo'ladi. Ana endi aynan shu kuchimizni momentini so'rayapti. Ya'ni F L sinus alfani so'rayapti. Kuchni bilib oldik. 10 ga teng L 1,5 metr. Sinus alfani tayyor 0.8 deb aytibdi. Menimcha 12 chiqib qolsa kerak. B javob. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Avtomobil ballonlari va sirt orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 4 marta kamaysa, avtomobilning tormozlanish masofasida qanday o'zgarish bo'ladi? Demak, bunda
maydalashib o'tirmaymiz. Tayyor tormozlanish yo'li formulasi bor. Endi o'shandan foydalanamiz. V0 kvadrat taqsim 2 mu j. Xo'p, bu yerda tormozlanish masofasi ishqalanish koeffitsiyentiga teskari proporsional ekanligini ko'ryapmiz. Ya'ni ishqalanish koeffitsiyenti qancha kamaysa, avtomobil shuncha uzoq masofaga tormoz oladi. Umuman olganda maxrajdagi miuni 4 marta kamaytirish so'ralyapti bizdan. Mana maxrajdagi miuni 4 marta kamaytirish so'ralyapti. Agar maxraj kamaysa, albatta kasrning qiymati oshadi. 4 marta kamaysa 4 marta oshadi. Demak, 4 marta ortadi. C javob belgilaymiz. Keyingi savol 9. Yer atrofida 6400 km radius aylana bo'ylab harakat qilayotgan 4 kg massali jismning kinetik energiyasini hisoblang. Bizaga mana oson bo'lishi uchun 6400 km bu yerning radiusi, endi ozgina yer radiusidan ozgina kattaroq masofa. Umuman olganda kinetik energiyasini so'rayapti. Yerda atrofida aylanib turish uchun, demak, jism albatta birinchi kosmik tezlikka ega bo'lishi kerak. Shunga asosan uni tezligini ildizosti Gr deb hisoblayman. 6400 bu yer sirtiga juda yaqin. Yer sirti desak ham bo'ladi, hech qanday muammo yo'q. Ya'ni nima demoqchiman? G ni o'sha yer sirtidagi deb 10 deb olsak bo'ladi. Ko'paygan 6400 kilometr 10 darajasi 3. Bundan nima chiqadi? 8000 chiqadi albatta, metr taqsim sekund. Xo'p, endi uni kinetik energiyasini hisoblayman. Kinetik energiya mv kvadrat taqsim 2. Massasi 4 kg, tezlikning kvadrati 64 va 10 darajasi 6 bo'lib ketadi. 128 10 darajasi 6 joule chiqadi. 10 darajasi 6 bu mega degani. Demak, 128 mega joulni belgilaymiz. B javob ekan. Xo'p, 10-savol. Pastki qismida teshigi bo'lgan idishga har sekundda 0.3 litr suv quyilmoqda. Suv sathi 5 cm ga yetgach ko'tarilmay qo'ydi. Teshik yuzasini toping. Xo'p, diqqat qilamiz. Tagida teshik bor bo'lsa, tabiiyki undan suv otilib chiqadi v tezlikda. S yuzali teshikdan suv otilib chiqadi, lekin baribir idishga suv quyilyapti har sekundda. Bu yerda suv qanday otilib chiqadi? Gidrostatik bosim bor, ρ(H). Mana shu bosim bu teshikdan suvni otilib chiqishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni otilib chiqayotgan suyuqlikda gidrodinamik bosim bo'ladi, ρV kvadrat taqsim 2. U esa mana bu gidrostatik bosim sababli yuzaga kelyapti. Bu yoqdan ρH gidrostatik bosim bosadi va suyuqlik teshikdan v tezlikda gidrodinamik bosim hosil qilib otilib chiqadi. Ya'ni ikkita bosim bir-biriga teng. ρH. Bu yerdan r'lar qisqarib ketsa, v barobar bo'ladi ildizosti 2GH. Xo'p, ana endi bunga asosan tezlikni hisoblasak bo'ladi. Qanaqa tezlikda otilib chiqyapti? 2G 20 bo'ladi. H 5 cm deyilgan, ya'ni 1/20 metr. Bundan tezlik 1 chiqadi. Demak, jism bir tezlikda otilib chiqayotgan bo'lsa, ya'ni suv demoqchi edim. Suv bir tezlikda otilib chiqayotgan bo'lsa, har sekundda 0.3 litr suv quyilmoqda va mana shu balandlikka yetgach suv ko'tarilmay qo'ydi. Bu nima degani? Suv ko'paymay qoldi degani, qancha suv quyilsa, shuncha suv chiqib ketyapti degani. Demak, 0.3 litr suv har sekundda chiqib ketmoqda. Xo'p, oqib ketayotgan suvning hajmini topadigan formulamiz bor, ha? Qayerdan kelgan? S ko'paygan L hajm. Ko'ndalang kesim esa ko'paygan uzunlik. Uzunlikni joyiga suyuqlikni yuradigan yo'lini yozsak bo'ladi. Ya'ni S ko'paygan VT deb. Mana oqib o'tadigan suyuqlik hajmi. Shuni o'rniga qo'yamiz.
0,3 litr deganni santimetr kubga o'tadigan bo'lsam, 1000 ga ko'paytiraman. 300 santimetr kub barobar. Xo'p, teshikni yuzasini bilmayman. Nechidir santimetr kvadrat chiqadi albatta. Tezligimiz 1 metr taqsim sekund, ya'ni 100 santimetr taqsim sekund ko'paygan 1 sekund. Chunki har sekundda bo'layotgan jarayonni tenglamasini yozyapmiz. Har 1 sekundda. Shunda S barobar 3 santimetr kvadrat chiqadi. Chunki mana bu narsani santimetr kubda yozdim. Jism tezligini esa santimetr taqsim sekundda yozdim. Demak 3 degan javob D javobini belgilaymiz. Xo'p, keyingi savolga o'taman. Neft saqlayotgan katta idishda aylanish natijasida girdob hosil bo'ldi. Girdob markazidagi sath bilan chekkadagi sath orasidagi balandlik farqi 0,45 metrni tashkil etadi. Aylanish oqibatida hosil bo'lgan neft oqimining chetki nuqtadagi tezligini toping. Havoning qarshiligi va ichki ishqalanish hisobga olinmasin debdi. Xo'p, neft oqimining chetki nuqtadagi tezligini toping. Aylanish oqibatida hosil bo'lgan. Xo'p, bu yerda tepadagi nuqtalar juda sekinlik bilan aylana boshlaydi. Pastga tushgani sayin, agar endi girdobni ko'rgan bo'lsa kerak hamma, pastga tushgani sayin tezlashib boradi. To'g'rimi? Juda ham tezlashib ketadi pastga tushgan sayin. Shunda bu girdobni aytayaptiki, tepasi bilan pastini orasidagi balandlik 0,45 metr. O'sha girdob aylanayotganda hosil bo'ladigan tezlik so'rayapti. O'sha suyuqlik bu yerda aylanib pastga tushadi va energiyani saqlanishi, mana balandda turgan suyuqlik pastga tushgandan keyin tezlik oladi. V barobar erkin tushgan jismga qo'yib yuboramiz. Energiyani saqlanishida kelib chiqadigan narsa endi ildiz 2H desak chiqmasmikan? Mana hozir to'g'risi birdaniga men shuni ochib ishlab ketyapman. Bu yerda xato chiqib qolsa to'g'rilab ketamiz. Birgalikda fikrlaymiz. Xo'p, ildiz 2J20, H'imiz 0,45. Bu bo'ladi ildiz 9. Endi chiroyli son chiqdi, menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. D javob. 12. X barobar mana shu qonuniyat bilan garmonik tebranayotgan jismning tezlik ifodasini ko'rsating. Xo'p, tezlik ifodasi shunchaki bitta hosila olsak, tezlik ifodasini beradi. Amplituda ko'paygan kosinus omega t siljishdan olingan hosila tezlikka teng. Ya'ni bu funksiyadan hosil olgan paytimiz amplituda oldinga omega tushadi va kosinusdan hosila minus sinus bo'ladi, to'g'rimi? Demak, minus amplituda omega, sinus omega t. A javobni belgilaymiz. Xo'p, 13-savol. 5 mol SO2 gazidagi kislorod atomlari sonini aniqlang. Xo'p, 5 mol SO2. Bitta SO2 da mana bitta uglerod bor, ikkita kislorod atom bor. Ya'ni bitta molekulada ikkita kislorod atom bor. SO2. Kislorod atomidan ikkita. Ya'ni har bitta karbonat angidrid gazida 2 dona kislorod atomi bor. Har birida. Hozir bu yerda aytilyapti 5 mol shu gazdan bor deb aytilgan. Shu gazning molekulalar sonini topaman. Ya'ni nu ko'paygan n Avogadro 5 kara 6 10 darajasi 23. Bu bo'ladi 30 10 darajasi 23 bo'ladi. Ya'ni 3 10 darajasi 24 desak bo'ladi, lekin bu SO2 karbonat angidridni molekulalar soni. Bu yerda har bitta molekulada ikkita kislorod bor. Kislorod. Har bitta molekulada ikkita kislorod bor. Bu degani kislorod atomlari soni mana n kislorod deylik. Atomlari soni demak shundan 2 barobar ko'p. 2 ta n ga teng, ya'ni
6 10 darajasi 24 ga teng. Mana A javob ekan. Xo'p, keyingi 14-savol. Ideal gazning hajmi mana shu qonuniyat bo'yicha 4 marta kamaydi. Bunda gazning ichki energiyasi qanday o'zgardi? Ichki energiyani so'rayapti. Gazning hajmi mana shu qonun bo'yicha 4 marta kamaydi. Diqqat qilamiz, bu yerda hech qanday hajm ko'rinmayapti. Demak, hajmga bog'lab olishimiz kerak. P taqsim ildiz osti T ni konstanta deb aytyapti. Shu yerdan P ni topsam, mana shu konstantani bir A deb belgilab olsak ham bo'ladi. Doimiy son shunchaki. A ko'paygan ildiz osti T bo'ladi. Endi nima qilamiz? Bu yerda ham hech qanday hajm yo'q. Hajm qayerda bor? Hajm holat tenglamasida bor. PV teng nu RT. Ana shu yerga P ni o'rniga A ildiz osti T ni yozib yuboramiz. Shunda A ildiz ostida T ko'paygan V teng nu RT bo'ladi. Mana bu ildiz osti T ni bu tomonga bo'lish qilib tushiramiz. Shunda A ko'paygan V barobar nu R ildiz osti T qoladi. Endi qisqarib ketgan paytda, to'g'rimi? Mana qisqartirdim-da. Qisqartirgan paytda ildiz qoladi. Ruchkamizda ham zaryad tugayapti. Xo'p, ana endi bu tenglamadan gapirsak bo'ladi. Bu tenglamada ko'rib turibmiz, hajm bor, mana temperatura bor. Qonuniyat bo'yicha hajm 4 marta kamayadi. Mana hajm 4 marta kamaysa, ya'ni tenglikni chap tomoni 4 marta kamaysa, tenglikni o'ng tomoni ham 4 marta kamayishi kerak. Bu yerda kamayadigan kim bor? Temperatura bor albatta. Temperatura necha marta kamayadi? 4 martami desak, yo'q, chunki uni tepasida ildiz turibdi. Tenglikni o'ng tomoni 4 marta kamayishi uchun mana bu ildizni ichidagi T 16 marta kamayishi kerak. Shunda ildiz borligi uchun 4 marta kamaygan hisoblanadi. Ko'paytmamiz. Demak, temperatura 16 marta kamaydi desa, ichki energiyani xarakterlaydigan narsa bu o'zi temperatura. Ya'ni I taqsim 2 nu RT. Agar bu temperatura 16 marta kamayib ketsa, demak ichki energiya ham 16 marta kamayadi. Qaysi javob? C javob. Xo'p, keyingisi 15. 20 gram geliy gazi temperaturasi. Hozir men ruchkani zaryadkaga qo'yamiz. Zaryad olyapti shekilli. Xo'p, 15-savol. 20 gram geliy gazi temperaturasi o'zgarmas bosim sharoitida 20 gradusga orttirildi. Gazning bajargan ishini aniqlang. Demak, bajarilgan ish Xo'p, o'zgarmas bosim sharoitida deyapti. Izobarik jarayonda bajarilgan ish P delta V. Xo'p, endi P delta V deyishimiz mumkin yoki izobarik jarayonda nu R delta T desak ham, menimcha hech kim qarshilik qilmasa kerak. Chunki jarayon izobarik. Izobarikda shunday yozish mumkin deb ishlaymiz. Xo'p, endi o'rnak qo'yamiz. 20 gram geliy gazi, endi 20 gram bo'lgandan keyin modda miqdori m taqsim molyar desak bo'ladi. R delta T. Xo'p, o'rnak qo'yib yuboramiz. Massasi 20 gram, molyar massasi 4 gram. Ko'paygan R 8.31, ko'paygan temperatura 20 gradusga orttirildi. Gradus Selsiga ortish bilan Kelvinda ortish ikkalasi bitta narsa bilamiz. Xo'p, ana endi bu nima chiqadi? Mana 4 bilan 2 qisqarsa, mana bu 2 dan 0 ni mana 8.31 ga bersam 831 chiqib qoladi. A javob. Eng kichkina javob ekan.
20 gram geliy gazi temperaturasi o'zgarmas bosim sharoitida 20 gradusga orttirildi. Gazning bajargan ishini aniqlang. Menimcha hech qanday xato yo'q. 16. 0 gradus haroratli katta muz ustiga mis bo'lagi qo'yildi. Muzga to'liq botishi uchun u qanday boshlang'ich haroratda bo'lishi kerak? Muzga to'liq botishi. Demak, uni ichiga kirishi uchun o'ziga joy ochish kerak. Mana muzni ustiga mis bo'lagini qo'ysangizlar, mana mis bo'lagini. Buni ichiga erib kirishi uchun o'zini hajmicha joy ochish kerak-da muzdan. Muz erish kerak. O'sha nima bo'lagi? Mis bo'lagi. Mis bo'lagini hajmi qancha bo'lsa, o'shancha hajm erish kerak-da, keyin tip-etib mana ichiga shu kirib qoladi. Demak, 0 gradusli muz erishga tayyor turibdi. To'liq botishi uchun qanday boshlang'ich haroratda bo'lishi kerak? Mis buni ichiga to'liq botishi uchun kamida qanday haroratda bo'lishi kerak? Ya'ni muzning hajmi bilan muzning hajmi bir xil. Ya'ni eriydigan muzni demoqchiman. Albatta, bu katta muz, eriydigan muz o'sha muz hajmi bilan bir xil. Xo'p, endi davom etaman. Mis bo'lagi muzni eritayotgan paytda unga qachongacha issiqligini bera oladi? Albatta 0 gradusga tushgunicha issiqlik bera oladi. Uni temperaturasini dastlab T bo'lgan deb tasavvur qilsam, u 0 ga tushgunicha issiqlik beradi. Demak, mis bo'lagini beradigan issiqligi bu zaryad olmayapti ekan ruchka. Xo'p. Ruchka deyapman, uzr. Mis bo'lagi T temperaturadan sovugunicha qancha issiqlik beradi? Xo'p, Sm delta T orqali aniqlaymiz. Demak, Sm delta T barobar muzning erishi lambda m. Bu yerda m misniki, mana bu muzni massasi. Xo'p, misning solishtirma issiqlik sig'imi necha ekan endi? Hozir ko'ra olaman hozir. Misning solishtirma issiqlik sig'imi misning solishtirma issiqlik sig'imi. Xo'p. 380 ekan, 380 barobar emas, ko'paygan misning massasini o'rniga zichligi 8900, ko'paygan hajmini V deb ketaman. Ko'paygan temperaturasi T deb ketaman. Temperatura o'zgarishi T gradusda edi, 0 gradusgacha tushsa, o'zgarish T ni o'zi bo'ladi. Barobar lambda muzni eritish, adashmasam buni bilaman, 330 kilojoul edi, taqsim kilogramm. Ko'paygan muzni massasini o'rniga muzni zichligi ko'paygan muzni hajmi deyman. Hajm bilan hajmni qisqartirib olamiz. Ana endi. Xo'p, mana buni ikkita nol bilan, mana buni ikkita nolini. Buni bitta nol bilan, buni bitta nolini qisqartirsam nima qoldi bir yozaylik.
ozgina chiroyliroq yozish kerak. 38 ko'paygan 89 ko'paygan t barobar 33 ko'paygan 10 darajasi 3 ham bor ekan. 9 ko'paygan 10 darajasi 3. Ana endi shu yerdan t barobar kalkulyatorda hisoblaymiz. 33 1 2 3 ko'paygan 9 bo'lingan 38 bo'lingan 89. 87,81 chiqyapti. 87,81. Endi taqriban 88 desak ham bo'ladi. Demak, bu javob ekan. Xo'p.